Arrakis sayyorasi kun botishida juda go'zal. Quyosh qumda cho'kayotgandek bo'ladi. Osmonda esa sarob paydo bo'ladi. Tun kirib kelishi bilan sahroga ziravorlarni yig'ish bilan shug'ullanadigan kemalar qo'nadi. O'zga sayyoraliklar jazirama issiq boshlangungacha ulgurishga urinadilar. Ular uzoq yillardan buyon zaminimizni xonavayron qilishyapti. Bunday shafqatsizlikdan xalqimiz azob chekmoqda. Bu yovvoyilar, Harkonenlar men tug'ilgandan ancha oldin bostirib kelishgan. Ziravorlarni yig'ib olishni qo'llariga olgandan so'ng ular juda boyib ketishdi. Imperatordan ham badavlat bo'lib olishdi. Jangchilarimiz Arrakisni Harkonenlardan ozod qila olmadi. Lekin bir safar imperatorning qarori bilan ularga sayyorani tark etish buyurildi. Bunday qarorning sababi nimada edi? Endi kim yangi dushmanimizga aylanadi? Dyuna. Haroratning keskin o'zgarishi va noqulay ob-havo Arrakisdagi shaharlardan tashqaridagi hayotni yashab qolish uchun kurashga aylantirmoqda. Tashqaridagi qum bo'ronlari hatto metallni kesib yuborishi mumkin. Freeman nomi bilan ma'lum bo'lgan mahalliy qabilalar bunday sharoitda yashashga moslashib olgan. Arrakisning eng chekka hududlariga ko'chib o'tgan Freemanlar sahroda ulkan cho'l qurtlari bilan yonma-yon hayot kechiradi. Mahalliy aholi ularni Shay-Hulud deb ataydi. Ziravorlarga boy hududda istiqomat qilish Freemanlarga o'ziga xos tarzda ta'sir qildi. Ularning ko'zlari yorqin, moviy tusga kirdi. Freemanlar haqida ko'p ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, ular xavfli va ularga ishonib bo'lmaydi. Freemanlarning hujumi ziravorlarni yig'ishni xavfli yumushga aylantirmoqda. Chunki ziravorlar ular uchun muqaddas dorivor vosita. U uzoq umr va mustahkam salomatlikni ato etadi. Imperiyada esa ziravordan gildiya navigatorlari xavfsizlik galaktik yo'nalishini belgilashida foydalaniladi. Ziravorsiz yulduzlar aro sayohatning imkoni yo'q. Bu esa uni koinotdagi eng qimmat moddaga aylantirmoqda.